Assalomu alaykum, hurmatli prezident qandaysiz? Amansizlar, tinchsizlar. Bu men Mirzaali Jumatekov. Hurmatli do'stlar, men sizlarga Makka shahridagi Arafat tog'isini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qandaysan? Blogerdan da kuchli Havo qolishlar. Yürüyet atattı ama demeler. Ben canlasıydı yürüyetsizde oldu. El isminin bize vallahi yürüyet atattı. Gel himmet hoşlar sana. Basma yürüyet. Kaçına getirdin? Arafat tog'isi degan shu. Arafat tog'isi. Oldin bu yoq orqan o'rni. Nima? Bu Arafat tog'isi. Arafat tog'isi ekan. Mekkadagi Arafat tog'isi. Makka shahridagi Arafat tog'isi. Bu Arafat tog'isini do'stlar, o'sha Ramazon oyida Arafa kunlari ertadan kechgacha duo qilishadi ekan do'stlar. Arafat tog'isida duo qilib olsa, o'sha nima o'tmay qoladi ekan, ajil safar. Ajil safari. Endi cho'ng ajil. Cho'ng ajillik degan. O'sha Arafat tog'isida turib, bir kun ishida duo qilib olsa, Arafat tog'isida shu bilan Arafat tog'isida bir kun turib, duo qilib olsa, ajil safar o'tmay qoladi. Aziz Murada olsa, o'sha Haram mescidinde sabah marfuğa çıkıp, böyle Peygamber'in salavat aytı, şular umra ötürkende ketdi. Kichik ajilga. Kichkina ajil shunday oldi. Mana ketdi, o chiqirib atdi. Sekin tartib ketadi, bunda. Ol tartib ketadi. Bu yog'i Arafat o'rniga. Arafat o'rni. Buna eldim var, şu aylanın var Arafat o'rniga. Bunda Arafat o'rniga. Eldim var Arafat o'rnida turishadi. Bu Arafat o'rniga kelsa. Ko'rgansizlar. Buna bizim komanda. Aka komanda. Nega bizning jamoat? Qayda?